Issiq kunda muzdek ketadigan noodatiy ichimliklarni ichib ko'ramiz. Berbish bubble tealari nafaqat salqinlik, balki yorqin emotsiyalar ham taqdim qila oladi. Ichimlikni qo'lingizga olishingiz bilan uni ko'rinishidan kayfiyatingiz birdan ko'tariladi. Idishini o'zi noodatiyligi, ichimlikning rang-barangligi ajoyib his-tuyg'ularni hadya qiladi. Ana endi ichib ko'rsangiz bormi? Bu yerda yaxni ichimliklarning 40 dan oshiq xili bor. Har bir mijoz o'z tabiga mosini aniq topa oladi. Avvaliga ichimlik tabiiy mahsulotlardan tayyorlanganligini his qilasiz. Keyin ichiga solingan allambalo qo'shimchalari sizni yana ham hayratga soladi. Menga eng yoqqani Oreo'lik sutli bubble bo'ldi. Narxlari 50 mingdan 60 minggacha. Menyusini Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Undan tashqari mevalarning ustiga shokoladli ham quyib berishar ekan. Bunaqa issiq kunlarda yaqinlaringizga muzdekkina emotsiyalar ulashmoqchi bo'lsanglar, albatta Berbishga kelinglar. Berbishni O'zbekiston bo'ylab 3 ta filiali bor. 2 ta Toshkentda, bitta Samarqandda. Biz hozir Seul Moondagi filialida bo'ldik. Ertalab 11 dan tungi 2 gacha ishlashadi. Bu videoni sizga Berbish olib berish kerak bo'lgan insonga olib bermagunigacha jo'natavering. Ishoning, ish beradi.